Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, bizni obunachilarimiz, sizlarning e'tiborlaringizga va nihoyat yana Farg'ona mashina bozoridan obzorlarimizni boshladik. Albatta qo'llab-quvvatlab turasizlar. Ozginagina tanaffusdan keyin biz yana obzorlarimizni boshladik. Kanalga yangi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lib, videoroliklarimizga like tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Biz sizlarga bugun Farg'ona mashina bozoridan Matizlardan obzorlarimizni boshladik. Xo'p, qadrli do'stlar, sizlarning e'tiborlaringizga Matiz avtomobilini taqdim etishni boshladik. Birinchi taqdim etmoqchi bo'lgan Matiz avtomobilimiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan polniy kraska bo'lgan. Xo'p, akin rasxodlari qanaqa buni? Motor hadoyi garobgasi rasxoti yo'q, mashina yurishi yumshoq, balonlari yaxshi, policha holi bor. Maytapan kalongasi bor aka. 2009 qancha yurdi aka? Metanda yuradi. Benzin behisob. Xo'p, aka rasxodlar motorlarda yo'q-a, xudo xolasa. Xudo xolasa yo'q. Metan gazlari bor. Prostoya bu, a? Prosto 3 tali mix. Va mana yon tomondan ko'rib, balon holatlari ham yaxshi ekan, qadrdonlar. 2009 orqada tonirovkasi bor ekan. Salon holatlari. Xo'p, polilari bor ekan. 431 ming yurgan magnitofon, sidinda barlari, chexol va tom holatlari. Aka qayerdagi mashina? Qo'qonda mashinasi va mana ortdan ham ko'rinishi. Aka bitta orqasini ochib olasiz. Polniy kraska ekan, 2009, 431 ming yurgan Qo'qonda mashinasi. Rasxodlari yo'q deyapti akamiz. Yana bir qator ustalaringizni ko'rsatib olinaveradi. Xo'p. Skotch balon ekan aka. Skotch metan gazlari bor ekan. Baloniga o'tib beraveramiz, chiroyli qilib. Baloniga o'tib beriladi. Xudo xohlasa arzon qilib beraman deyapti akamiz. Xo'p, aka 2009 431 ming yurgan polniy kraska Qo'qonda mashinasi. Gen ham chiqaradi, оформление 7-8 puli borga bank ham qilib beraveramiz. 2400 dan 200 bonusi metani uchun 2200. 2200 dollar. Ekini pasti bitmaydimi? Yo'q. Uni pasti bitmaydi. Yo'q. 2200 dollar deyapti akamiz mana. Agar sizni obunachilingiz bo'lib, sizni nomingizdan chiqib kelsa yoki telefon qilsa, aka sunnatiga yana o'tib beraman aka. Yana gap yo'q. 2200 dan. 2200 dan ham Zamondoshim kanali nomini aytilsa, qadrdonlar sizlarga yana bonuslari bor. Xo'p, aka telefon raqami berib qo'ying. 99lik. 99lik 694 694 0107. 0107 694 0107. Ismingiz kim aka? Alisher 24 ga 7 Hey gap yo'q. Alisher akamizga raqamiga telefon qilasizlar. 24 ga 7 ish faoliyatini olib boriladi. Kanal nomini aytish eslangdan chiqmasin, sizlarga bonuslari bor. Gap yo'q. Qadrli obunachilar, sizlarning e'tiborlaringizga yana yili yaxshirog'idan Matiz taqdim etamiz. Shampanskiy Svetdagi Matiz avtomobilimiz 2016-yilda ishlab chiqarilgan Lux konditsioner. Holatlari yaxshi. Aka rasxodlar qanaqa? Asfalti yo'q, zo'r aka. Hop, 2016-yil kraskasi. Kraskasi 3 ta detalida mo'tarafi shilinganiga sepilgan. Shilingan 3 ta detalda shilingan joyiga sepilgan, a? Kaltelari yo'q-a? Yo'q, yo'q. Ikkita ichida kraskasi va shilingan joyiga sepilgan joyi bor ekan. 2000 kilometr yurgan. Xo'p, balon holatlari yaxshi. Ikkita joyiga shilingan joyiga kraska sepilgan. Tonirovkasi bor, sidin holatlari yaxshi va go'brilari bor ekan. 208 ming kilometr yuribdi qadrdonlar, magnitofon, sidinda jinohot chehollari, xo'p barlari bor ekan. Salon holatlari keladigan bo'lsak, holati yaxshi qadrdonlar. Xo'p, 2016-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomobili va mana ortdan ham ko'rinishi. Aka bitta orqasini ochib olasizmi? Aka orqasi. Aka qayerdagi mashina? Farg'ona, a? Dehqonchilikmi bu aka? Ayol metani bor uyda qo'yib qo'yaveramiz. Metan yechib berganmiz. Metani bor, lekin qo'yib berasiz, a? Ustanovkalari bo'lgan, metallari bor ekan, uyda ekan qo'yib berar ekan qadrdonlar. Ikkita detalda ozgina shilingan joyiga kraska sepilgan. Xo'p, 2016 208 ming yuribdi. MX varianti Lux konditsioner hamma yo'q ishlaydi. Metan gazlari bor. Endi narxini qancha deyapsiz aka? 4000 ozgina o'tib beramiz. 4000 dollar kam bor. Aka bozor qilishdim? Ha, aka. 4000 dollar kam bor. Buni variantga barterga iloji bormi? Yo'q, variantga barter naqdga faqat. Faqat naqdga. 4000 dollar kam bor. Xo'p, aka telefon raqamingiz. Gen beramiz aka. Generalni beriladi. Olsa nomiga olsa generalni beramiz, ishonarli yaxshi odam bo'lsa. Xo'p aka, 4000 o'tib beramiz. 38 ga beramiz oxiri. Oxiri 3800. 3800 ga beramiz.
Undan kami yo'q. Yo'q aka, bo'lish aka. Bo'lish. Ha, Gap 8 yo'q. beradi. Telefon raqami aka? 95lik 673 95lik 673 673 00 00 07. 673 0007 ha? Ha. Ismingiz kim edi? Dostonbek aka ismlari, raqamga telefon qilib qadrdonlar batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan ko'rishlari mumkin. Yana holatlarda kelib batafsil ma'lumotlarni olishlari mumkin. Qadrli obunachilar, akamizdan yana navbatdagi Matiz avtomobili, hop, MX variantda 2007-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomobili. Hop, aka, endi ma'lumotlari, kraskalari Kraskasi 50% kraskasi bor aka. 50% kraska. Oldi orqa butuni. Oldi orqalari butun aka mashina. Yem beriladi aka, yaxshi inson bo'lsa buni ham. Aha, qancha yurdi? 200 qanchadir yurdi aka. 290 ming. 290 ming kilometr yurgan 2007-yilda ishlab chiqarilgan MX varianti. Balon holatlari yaxshi. Xo'p, tonirovkasi bor. Salon holatiga keladigan bo'lsa, qadrdonlar, mana elektronika, kovrilari bor. CD holatlari, barlari. 290 ming kilometr yuribdi. Bitta oldini ko'rsatamiz. Metallari bor aka? Metali bor aka. Va ortdan ham ko'rinishi. Bo'ldi, motorlarni bitta ko'rsatib. Rasxod yo'q aka. Xo'p, metan gazlari qo'yilgan, rasxodlar yo'q. Mana oldida ko'rishlari mumkin. Rasxod yo'q. Xo'p, aka, narxi 2008 dan ozgina o'tib beramiz. 2007-yil 290 ming yurgan, kraskasi MX variantda kraskasi qancha edi? 50%. 50% kraskasi bor, $2700 kam bor. 2800 dollar. Ha, $2800 kam bor. Bozor qilishga ham hali. Qilishdi aka, 2,5 qo'yib bergan. 2,5 ga bermaysiz. Xo'p, telefon raqami aka unga? 95lik 95lik 673 673 0007. 0007 673 0007. Akamizga telefon qilib batafsil ma'lumot o'zlaridan olishlari mumkin. MX oqidan va MX shampanskiy svetdagi Matiz avtomobillari akamizda ekan. Telefon qilib batafsil ma'lumot akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Qadrli obunachilar, sizlarning e'tiborlaringizga navbatdagi MX variantdagi Matiz taqdim etamiz. Ushbu Matiz avtomobilimiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Buni ham tomdan pasti kraska bo'lgan. Aka, rasxodlar endi qanaqa unda? Rasxodlari yo'q, motorlari yaxshi, korobkalari yaxshi. Motor rasxodlari yo'q, korobka holatlari yaxshi. 2009 kraskasi tomdan pasti. Tomdan past. Qayerdagi mashina aka? Qo'qonda. Qo'qonda mashinasi. Balon holatlari yaxshi ekan, qadrdonlar. Xo'p, shumkalari bor ekan, tonirovka, yuqorida shoxlari, salon holatlari keladigan bo'lsa, oyoqdagi linoleumlar bor ekan, sidinda chexol, bar, monitorlar qo'yilgan ekan, terilgan ekan tablolari, qadrdonlar, tom holatlari, materiallar tortilgan. Yaxshi holatdagi Matiz avtomobili. Mercedes Deflector. Qo'qonda mashinasi, qadrdonlar, tomdan past kraska. Motor holatlari yaxshi, qadrdonlar. Metan gazlari qo'yilgan. Yurish turishi yaxshi deyapti akamiz. Bir yana ko'rsatib ustalaringga bemalol olaverasizlar. Va mana yon tomondan ham ko'rinishi. Xo'p aka, 2009. Narxi endi qancha deyapsiz? $2800 so'rayapti. $2800 kam bor. Bozor qilishdimi? Yo'q, hali bozor qilishdi. 2800 kam bor. Xo'p, buni variantga barterga iloji bormi? Barterga yo'q, variantga bor. Variantga qancha puli borga, variantga qanchaga berasiz? Shu $1000 puli borga 1 yilga berib beradi. $1000 pul borga 1 yil. Kelishib beradi. Ha, keyin qo'shiladi, kelishasiz, uni. Tushunali. Xo'p, telefon raqamingiz aka? 90lik 862 90lik 862 21 2120. Gap yo'q. Raqamiga telefon qilib, qadrdonlar batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. $1000 puli borga 1 yilga variantga beraveraman deyapti. Telefon qilib batafsil ma'lumotni akamizdan olinglar. Qadrli obunachilar, sizlarning e'tiborlaringga Nexia'larimizni taqdim etamiz. Xo'p, taqdim etmoqchi bo'lgan Nexia 2 avtomobilimiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi qanaqa ekan? Bitta oldi qanot, bitta orqa qanot. Bitta oldi qanot, bitta orqa qanotda kraskasi bor. 2013 qancha yurdi aka? 115 ming. 115 ming kilometr yurgan. Propan gazlari qo'yilgan. Lux bez konditsioner. 1.6 motor. Aka, qayerdagi mashina? Balonlari holati yaxshi, chimyonda mashinasi ekan, qadrdonlar. Tirikchilikdagi mashina aka. Mana kovrilari bor ekan, sidin holatlari yaxshi. Va magnitofonlari chimyonda mashinasi, qadrdonlar, mana ko'rishlari mumkin. 100 qancha yurdi aka?
115 ming kilometr yurgan va mana ortidan ham ko'rish. Bitta ochib qo'yasizmi aka kapot. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Chimyonda mashinasi qadrdonlar. Xo'p, mana qadrdonlar ko'rishlari mumkin. Tabletka propan gazlari bor. Holati yaxshi. Va mana yon tomondan ko'rinishi. Xo'p, akagina 2013-yilda ishlab chiqargan. Bitta oldi qanot, bitta orqa qanotda kraskasi bor. Narxi endi. Narxi 5800, ozgina kami bor. $5800 kam bor. Variant barter Barter Matizlarga, Bestlarga barter qilaveramiz. 5800 kam bor. Bozor qilishdimi aka? Yo'q, hali alo narx bo'lgani yo'q. Narx qilishgan yo'q. Xo'p, telefon raqamingiz aka? 90lik 231 70 11 231 70 11 $5800 kam bor. Telefon qilib batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olishlari mumkin. Bu ham sizdanmi aka? Qo'yamiz buni. Xo'p, navbatda GCV Svetdagi Nexia 2 avtomobili akamizdan. Buni yili necha aka endi? Navbatdagisi 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomobili. Xo'p, kraskasi. Bitta o'ng qanotda. Bitta o'ng qanotda kraskasi bor. Xo'p, 2015 bu konditsioner Sons gibrid konditsionerlari ishlaydi. Lux konditsioner. Metan gazlari bor. Va yon tomondan ko'rinishi. Balon holatlari yaxshi. Xo'p, bu ham aka Chimyondikimi qatdiki? Gap yo'q, o'zimizda Chimyonda mashinasiga qadrlar, tonirovkalari bor, salon holatlari yaxshi, ko'briklari. Aka yurgani qancha dedingiz buni? 290 ming kilometr yurgan. 2015 290 ming kilometr yurgan, metan gazlari qo'yilgan. Bor holatlari. Holati yaxshi qadrdonlar. Bitta oldida qayerda edi kraskasi aka? Bitta oldi o'ng qanot. Oldida o'ng qanotda kraskasi bor. Chimyonda mashinasi 2015-yilda ishlab chiqarilgan GCV Svetdagi metani bor. Nexia 2 avtomobili. Xo'p, aka endi bunisini qancha deyapsiz narxini? Buni 5,5 mingdan ozgina o'tib beramiz. $5500 kam bor. Ozgina kami. 5 pasi bittami? Yo'q. Pasi bitmaydi. Xo'p, telefon raqamiga. $5,500 kam bor, 90lik 231 231 70 11. 231 70 11. Ikkita Nexia 2. Boshqa yo'q aka? Matiz Bestimiz bor. Matiz Bestlar bor. Uni ham narxlarini ma'lumotini aytib qo'ying. 2012 toza. Uni 4,5 mingdan ozgina kami bor. 280 ming yurgan. 2012 4,5 ming kam bor. Kami bor. Shu raqam ketaveradi. Ketaveradi. Ismingiz kim edi? Muhammad Bilol. Muhammad Bilol akamizga telefon qilib qadrdonlar. Matiz Best avtomobili ham bor ekan va Nexia 2 avtomobillari ikkalasi 2013, 2015 Nexia 2lar akamizda ekan. Telefon qilib batafsil ma'lumotni akamizdan ola olasizlar. Biz sekin syomkamizda davom etamiz. Like, podpisatsiyani bosib qo'yish eslangdan chiqmasin qadrdonlar. Qadrli obunachilar, sizlarning e'tiborlaringizga Tiko ishqibozlariga qizil rangidan Tiko taqdim etamiz. Holati yaxshi, yangi holatda turgan Tiko avtomobili. Xo'p, taqdim etmoqchi bo'lgan Tiko avtomobilimiz 2001-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari qanaqa edi aka? Toza. Kraskalari toza. Qancha yurdi? 196 ming. 196 ming kilometr yurgan, hamma yo'q radnoy holatda deyapti akamiz. Qismatim qo'lda aka. 2001-yilda ishlab chiqarilgan, gaz qo'yilmagan, benzinda yurgan mashina. Va mana ko'rishlarimki 2001. Aka, rasxodlar qanaqa endi? Yo'qmi bunda? Pechkalari hamma yo'q ishlaydi, pechkalari joyida. Hamma yo'q joyida. Qadrdonlar ko'rsangga. Qayerda mashinasi aka bu? Gap yo'q, o'zimizning Vodilda mashinasi. Ko'briklari bor ekan, 196 ming kilometr yurgan. Xo'p, magnitofonlari, CD holatlari. Xo'p, tomlari. Va mana ortdan ham ko'rinishi. O'zimizning Vodilda mashinasi ekan. 2001-yilda ishlab chiqarilgan radnoy holatiga, hatto zapaska ballonlari ham tushmagan deyapti akamiz. Mana Tiko ishqibozlariga. Ko'rishlarimki holati yaxshi, kraskalari toza, radnoy holatdagi Tiko avtomobili. Xo'p, aka endi 2001 ekan, hamma yo'q radnoy holat, kraskasi toza. Narx qancha deyapsiz? 4 mingga o'tib beramiz. $4,000 kami bor. Aka, jicha baland emasmi? Jicha pastlatmaymizmi? Naqd pul bo'lsa chiqarsan gap. Naqd puli borgan, lekin o'tib beriladi. Xudo xolasa $4,000 kam bor qadrdonlar. Tiko ishqibozlariga balkim mana shu Tikoyimiz ham yoqib qoladi. Xo'p, $4,000 kam bor. Aka,
telefon raqamingiz 99lik 99lik 994 994 94 45. 94 45 900 Muhammad Ali. Muhammad Ali aka 994 94 45 Muhammad Ali aka ismlari. Raqamga telefon qilib qadrdonlar batafsil ma'lumotni akamizning o'zlaridan yana olishlari mumkin.